Bitta kuzatuvchimizdan migrenga, ya'ni bosh og'rig'iga biror nima ayting, giyoh deb qo'yibdilar. Xo'sh, birinchi navbatda uyquni me'yorlashtirasiz. Ya'ni bir sutka mobaynida 8 soat uyqu to'liq bo'lishi shart. Ikkinchi navbatda oziq-ovqatga e'tibor berish kerak. Kofe, shokolad, shirinlik, energetiklar, gazli ichimliklar, xo'sh, qovurmali taomlar, bulardan parhez qilasiz. Ko'proq meva, sabzavot va suyuqliklar, suyuq taomlar ko'proq iste'mol qilasiz va miyaga ozuqa beruvchi eng yaxshisi yong'oq. Yong'oq olasiz, mayiz olasiz, mana shularni birgalikda iste'mol qilib yurasiz. Efir moylari juda ham ko'p, miyaga ozuqa yaxshi yetib boradi. Xo'sh, keyin kundur topasiz. Kundur yelimini topib turib, bir osh qoshig'ini 1 litrga kechqurun damlab qo'yasiz. Kunduzni shuni kun davomida qultumlab ichib yurasiz. Giyohlarga keladigan bo'lsak, giyohlar, xo'sh, pustirnik, miyata, chabres, xamel, yalpiz, mana shularni yig'ma qilasiz-u, hammasini tuyib turib, bir osh qoshig'ini 200 gram qaynagan suvga 20-30 daqiqa damlab qo'yasiz. Mana shuni 2-3 qismga bo'lib turib ichasiz. Yo'llari juda ham ko'p. Endi qaysi biri sizga qulay bo'lsa, shuni qiling va natijasini yozib qoldirasiz, xudo xohlasa. Xo'sh, giyohlar mana shu yo'lda. Ikkinchisi, mayiz olasiz, qora mayiz. Mayizni ichiga chorniy peres, ya'ni qora murchni tiqib turib, kuniga 3 dona chaynab yurasiz. Buni birdaniga yutib yubormaysiz, chaynab o'tirasiz, og'iz yo'llari bilan tarqalishi kerak shuni achchiqligi. Xo'sh, bu ikkinchisi. Uchinchisi, xo'sh, 1 litr qaynagan suvni olasiz. 1 litr suv olasiz. Bunga 10 dona lavr bargi solasiz. 1 siqim rozmarin solasiz, 1 siqim ramashka solasiz, 2-3 dona qora murch, 2-3 dona qalampir munchoq. Bular hammasini solasiz 1 litr suvga. Yarim litr qolguncha qaynatasiz. Qaynab keladi. Yarim litr qoladi. Yarim litr qolgandan keyin 200 gram zaytun moyi yoki qora sedana moyi solasiz. Yana qaynatasiz toki bilan shularni hammasini moyi chiqqunicha. Faqat moy qoladi, suv isparina bo'lib ketadi. Moy qolgandan keyin mana shu moyni olasiz va setadan o'tkirasiz, moyni surtasiz mana shu boshlarning atrofiga. U asosan chap tomon yoki o'ng tomonda bir tomonda og'riq berib turadi. Moyni surtasiz, kechqurun surtgandan keyin 1 soat turish kerak. 1 soatdan keyin yuvib tashlayvering. Xo'sh, yana bir yo'li bu. Lavanda siropini olib turib, lavanda siropini olasiz va boshga surtasiz. Bu ham juda ham yaxshi. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, mana shuni qiling va natijasini Xudo xohlasa yozib qoldiring. Keyin migren bo'lgan, cherepnoy bo'lgan, bosh og'rig'i bor